Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Xudo xolasa o'zimda o'sha 5 sotik issiqxonamdagi 14 xil nav urug' ekilgan sinovga kecha Petroni ko'rsatdim, Platinani ko'rsatdim, xudo xolasa endi Coronani va Astra navli urug'imizni bir qator hosildorlarni ko'rsataman. Marhamat. Mana shu Astra navli urug'imiz. Mana hosildorlar, hurmatli dehqonlar. Mana hosildorlar. Bu ham o'ta zo'r nav ekan, buni qarang, hosilni qarang. Hatto egilib ketibdi u emas. Hosildorlikni qarang. Astronavli urug'imiz bu. Xudo xolasa 2027-yilga shu urug'larimizga zakaz olamiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Va o'sha Voha tomon, Andijon, Namangan tomonlardagi agroapteka do'konlari bilan ham hamkorlik qilaveramiz. Mana shu o'sha Astra F1 yangi sinovdagi urug'larimizdan. Hosildorligi zo'r ekan bu ham. Hurmatli dehqonlar. Quyib boshini yeb qo'yibdi-yu bu ham. Buni qarang, hosilini. Hosilini qarang. Buni qarang. 6 ta, 7 ta, 8 tadan birdaniga pishiryapti. Mana hosildorligi. Mana o hatto egilib ham ketibdi. Hosilini ko'tara olmay. Mana hosildorliklar. Bu o'sha Astra navimiz. Mana hurmatli dehqonlar. Mana. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Astra navimiz. Lekin bu yozga, kuzga hali sinovdan o'tmagan, ekib ko'rilmagan. Endi xudo xolasa buni ham ekib ko'rish niyatidamiz. Mana hosildorliklar. Buni qarang, hammasida, hammasida. Buni qarang. Buni qarang. Mana hosildorlikni qarang buni. Bu o'sha Astra navimiz edi. Hurmatli dehqonlar, agar xudo xolasa shu urug'ga ham qiziqinglar, Astra F1 navimizga juda hosildorligi yuqori bo'lgan navlarimizdan. Lekin yoz va kuz paytlariga hali sinovdan o'tmagan. Endi xudo xolasa ekib ko'ramiz. Lekin o'sha bahor, o'sha yanvar-fevral oyidagi ataplinalarga mos bo'ladigan, yaxshi zo'r hosildorligi yuqori bo'lgan navlarimizdan biri. Bu albatta o'sha Astra F1 navimiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salom.